Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va albatta bizni tomosha qilib borayotgan aziz tomoshabinlar. Mana ko'rib turganingizdek, mikrofon ishlarimiz bitdi. Shahri-Tuz va Rashilevdagi ishimiz bitdi. Hozir mana shu ishimizni ko'rsatib boramiz aziz tomoshabinlar. Agar bu kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kimga mana shu mikrofon sohasi bo'yicha ustalar kerak bo'lsa, ekranimizga telefon nomerlarini yozib qo'yganmiz. Mana shu telefon nomerlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Ko'ring, tomosha qiling. Mana bu aziz tomoshabinlar, darvozaxona navbatimizdagi. Mana plafonlar o'rnatilgan. Mana bu karniza chekkasiga sveta muzika qo'yilgan. Har xil rangda yonib o'chib turadi. Mana bu o'rtasiga ham lustra shaklida qo'yilgan. Buni ichida ham sveta muzikasi bor. Bu ham har xil rangda yonib o'chadi. Xohlagan rangingizga qo'ysangiz bo'ladi aziz tomoshabinlar. Bu tarafda ham mana bitta navbatimiz bor. Aziz tomoshabinlar. Bu tarafda koridorchamiz, garajga qo'yib bor bu yerda. Mana aziz tomoshabinlar. Bu tomonda esa uyimizning karniz qismlari. Mana bu tarnovlarni ham o'zimiz yasab, o'zimiz o'rnatganmiz. Sliflarni ham qo'yib berdik. Uy atrof polni kurgan. Mana shu shaklda urilgan. Uyimizning orqa tomonlari ham 100% o'sha chiroyli qilib urilgan. Bu tarafda mana sliflarimiz bor. Hozir ko'cha tarafini ham ko'rsatamiz, ko'cha qismlarini. Mana bu uyimiz ko'cha tarafi mana. Uyimizning orqa tarafi ham ko'rsatamiz hozir. Orqa tarafdan silflari tushgan. Aziz tomoshabinlar, xudo xolasa bundan keyingi ishimizni ham mana shu kanalga joylaymiz. Shu kanalni ko'rishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling.